mualliflik huquqi degan narsa ham hozir chiqib qoldi. Kimdir mehnat qilib bir narsani ixtiro qiladi, kimdir ko'zini nurini yetkazib yozadi, kitob qiladi, bir narsa qiladida, so'ramasdan uni o'g'rincha chiqarib, uni nomidan bildirmasdan sotiladi. Mana bu narsa ham xiyonat ekan aslan. Bu ham xuddi birovning haqqi. Bu ham kelgusida odamlarni o'sha aytaylik ijod qilishlikdan, ilmdan, ixtirochilikdan to'xtatib qo'yishga sabab bo'ladi. Odatda o'sha haqiqiy muallifdan ko'ra o'g'rincha qilgan ko'proq mablag' topyapti hozir. Yoki bo'lmasa o'sha mualliflik huquqini aldab sotadi. Bitta kiyim chiqaradida, bu ashi eng haligi butun dunyo biladigan brend deydi, shuni tamg'asi bilan chiqaryapti. Lekin u unaqa emas. Bu ham yolg'onchilik, bu ham aldayapti odamlar. O'zinikida qilib chiqarish kerak, bo'lmasa undan ruxsat so'rash kerak. Ayniqsa hozir aytishyapti, zargarlik narsalarida, tilla buyumlarda ham juda ko'payib ketgan. Aldashlik, odamlarni molidan urib qolishlik, boshqa narsani sotib boshqa narsa deyishlik, bular juda birovning haqqidan qo'rqishlik kerak.